Xayrli salom kanaldoshlar. Bugun biz sizlar bilan futbol 2025 degan o'yinni, ya'ni Foziljon o'ynagan o'yinni birgalikda o'ynaymiz. Hop, kiramiz o'yinga. Mana kiryapti. Bu o'yinda o'z birinchi marta o'ynab ko'rishimiz. Hech ham bu o'yinda o'ynamaganman. YouTube'da kanalim bo'lishidan oldin ham bu o'yinda o'ynamagandim. Play Market'da ko'rib qoldim. Shu o'yinni keyin tortib shu o'yinda o'ynaymiz. Mana hozir. Hop, mana kiramiz. Ketdik. Biz Real Madrid White'miz. Madrid oqlari. Mana birinchi o'rindamiz ekanmiz. Hop, shunday qilib, mana bizning tarkibimiz. Darvozada Courtois, himoyachilar Camavinga, Alaba, Milita, Carvajal. Yarim himoyachilar Modric, Tchouaméni, Valverde. Hujumchilar esa Vinicius Junior, Mbappe, Rodrigo. Jamoa sardori bu yerda Kylian Mbappe. Hop, hozir bu yerda Tchouaménini mana Bellinghamga almashtiramiz. Tchouaméni Bellinghamga almashtiramiz. Hop. Keyin mana bo'ldi, endi o'ynaymiz. O'yin ketdi mana. Hozir kiradi. Reklama bo'lib qolmadi, iltimos. Bilib turgandim. Mana o'yin boshlanyapti. Real White'ga qarshi Varsa. Hop. O'yin ketdi. Mana Bellingham, Alaba. Oy, yo'q, olib qo'ymabmiz. Voy, bas. Goal cake. Hop, mana mashqdan boshlaymiz. Shu yerda paslashib olib ketamiz. Mbappe uzoqdan tepamiz. Mbappe. Hop, boshlandi. Mana boshlandi. Darvozabon boshladi. Luka Modric futboldan Realdan ketdi-ku. Hali ham turibdi ekan. Ba'zi odamlar Luka Modricni Realdan ketdi deydi. Ba'zilari ketmadi deydi. Qaysi biriga ishonishni hech kim bilmaydi. Mana Mbappe. Kylian Mbappe. Yugurib ketaveramiz. Voy, mana qaranglar. O'sha yerda chekkacha yugurib kelib, voy, gol urolmayapman. Shundan kelganida. Shundan chekkacha yugurib keldim. Qani ketdi. Hech kimga oshirmaymiz. So'rasa ham topdi. Gol Kylian Mbappe gol urmoqda. O'rtoqlar. Mana Kylian Mbappe gol urdi. Hop, Kylian Mbappe ya'ni 9 ga, ya'ni 9 ga gol urdi. Hop, top ulardan boshlandi. Bellingham, Alaba. Camavinga. Mbappe ketdi. Mbappe ketdi. Yugur. Uzoqdan tepakmabdi. Uzoqdan. Shok. Oh, yomon tushdi. Zo'r tushdi. 9 ga 9 ga. Ana, shu 9 ga tushibdim yana.
Yomon kesibdi. Top birinchi pastdan ketib, keyin tepaga ko'tarilib ketibdi. Qaranglar, chalamiz. Voy. Yana bitta chalishga yo'q. Uzoqqa mana bu. Mana qappiladik bolalar. Bappe. O'zi mana shu Bappe urdi, ikkala golni ham. Hozir yana bitta ursa u hat-trick bo'ladi, hat-trick. Yomon qilib qo'yamiz shunaqa. Uy, voy baba qo'ydi. Yomon qildik-a? Yomon qilib qo'ydik-a? Hop. Karva, mendan chiqdimi? Hay. Ishlab qololmaganini. Shotimdan o'tib ketyapti bular. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Hisob 2-0. To'plar Real Madridning to'plari Kylian Mbappe urdi ikkalasini ham. Kylian Mbappe oltin to'pga da'vogar. O olishi mumkin. Lekin Lamine Yamal, Rafinha ana qaranglar o'ynab Mbappe. Hop, yana mana bo'lsa, yana reklama. Hop, kelamiz. Endi reklama yo'q. Endi Arda Güler mana Valverde'ni o'rniga tushadi. Endrik tavakkalchilik Rodrigo'ni o'rniga tushadi. Endi Brahim Diaz so'raylik. Yo'q, tushmay qolsin. Himoya tushirish kerakdi. Mana Lucas Vazquez. Lucas Vazquez. Carvajal o'rniga. Garcia, Camavinga tushadi. Mendy tursin. Rodriguez. Militao bo'ldi mana. Rosa ko'p o'zgarish. Nima bo'lmasa. Endi Real Madrid o'zgardi. Futbolchilarni o'zgartirdi. O'zi ham o'zgardi. Mbappe Endrikka e'tibor bermadi-yu. Luka Modricning oxirgi o'yinini ko'rdinglarmi? Yo'q. Yaxshi. Endi nima qilamiz? Hop, uzoq qo'shamiz yoki ikki oshiraylikmi? Ha, ikki oshiramiz. Paslashib. Voy, yana Endrik ko'rmadi. Yugur. Yo'q, voy, bolalar qo'ydi bar. Mayli, baribir yutamiz. Biz yutyapmiz hali. Hozir gol uramiz. Endrik, tavakkalchilik. Katta bo'lsa tepar uradi, tavakkal. Mana katta bo'lsa tavakkal qilib, mana masalan hozir to'q qilib gol. Endrik 9ga gol. Ko'rdilaring, taxminan tepdim. Mbappeni qilig'imi? Mbappeni qilig'i. Modric oxirgi o'yinni ko'rdinglarmi? Real Madrid Real Sociedadga qarshi o'ynadi-yu. Ana shunda Luka Modric almashtirildi va uning oxirgi o'yini edi shunda. Endi savol. Real Madrid Realdan ketmadim. Ba'zilar ketdi deyapti, qolganlar ketmadi deyapti. Qaysi biriga ishonishni bilmaydi hech kim.
Ay. Ay, olib qo'y. Ey, yo'q. Lukas Vazquez, Igor. Yaxshi. Mbappe, Endrikka. Endrik, Mbappega, Mbappe, Viniciusga. Bo'lmadi. Endi Arda Güler olib qo'yishga harakat qiladi. Olib qo'ydi. Yomzovdan zarba beradi. Zorba. Lekin afsuski gol bo'lmadi. Gol bo'lmadi. 78-daqiqa. Qani Igor Modric. Ay. Alaba. Yo'q. Kurtuva. Narga joyi. Lukas Vazquez. Ay. Arda Güler olib qo'y. Arda Güler olib qo'yamayapti-da, lekin. Yo'q, yaxshi. Kurtuva yaxshi. Bizni qutqarib qoldi Kurtuva. Burchak zarbasi olmoqda. Bu gol emas. Lekin gol bo'lishi ham mumkin, kim bilsin. Rodriguez. Yugur, yana anaqa qilamiz, yuguramiz. To'g'ri, faqat oldinga. Lekin bo'pti, bu safar Endrikka oshiramiz. Endrik bo'ldi. Konnerga ishladik. Yana almashish. Qani. Deb. Şut. Oy, Vinicius, Endrik, Luka Modric. Modric'ni zaryadni yaptı. Va o'yinimiz nihoyasiga yetdi va hisob 3-1. Shunaqami? 4-1mi? Hisobga ham qaramabman. Ha, mana 3-1. 3-1 hisobida biz g'alaba qozondik va gollar mualliflari birinchi gol Kylian Mbappe 26-daqiqada, ikkinchi gol Kylian Mbappe 34-daqiqada, uchinchi golni ular urdi 54-daqiqada. Guer bizda 4-gol ham bizda. Va u gol Endrik 61-daqiqada. Va ana endi bitta reklama bo'ladi. Mana endi o'rtoqlar, mana like bosib podpiska bo'lib qo'yinglar. Hech kim kanalimga obuna bo'lgani yo'q. Hali 20 obunachim turibdi. Kanalimda qishda ochgandim. Qishmidi, o'shanda ochgandim. Haligacha 22 ta obunachi yig'ildi, xolos. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Va hammaga xayr. O'rtoqlar, hozircha endi keyingi safar qanday o'yin o'ynashimizni kelishib qo'yaylik. Keyingi safar qanday o'yin o'ynaymiz? Tanlaylar, kommentariyaga o'zinglar yozinglar. Granny 3 yoki Granny 2 yoki Granny 1. Sizlar tanlaylar. Men aytgan o'yinlaringni o'ynayman.
va qaysi o'yin ko'proq ovoz yig'sa, ana o'sha o'yinni men aynan o'ynayman.